Assalomu alaykum. Meni tanimaganlarga Abdunazar ismim. Farmatsevtika sohasi bo'yicha farm kompaniyalarga va dorixonalarga farm treninglar tashkil qilaman va treninglar o'taman. Bugun sizlar bilan dorixonada pulni muzlatayotgan nexidovoy tovarlarni qanday qilib pulni yechish haqida gaplashamiz. Misol uchun, dorixonangizda 1 milliardga yaqin tovaringiz bor. Shundan 300-400 million so'mi 3 oydan beri 6 oydan beri sotilmay turgan tovarlar bor. Aynan shulardan muzlab qolgan, pulni zayin qilib turgan pulni qanday qilib yechib olish haqida 10-15 ta qadamlarni bir ochib chiqamiz. Xo'p, birinchi qadam nimadan boshlanadi? Birinchi qadam tovar auditi. Bu qanday tartibda bo'ladi? Bu vazifani dorixona zavidushisi, ya'ni dorixona mudiriga topshirasiz. Har bitta filialda zavidush apteka bor, o'shanga topshirasiz. Misol uchun F-apteka degan programma ishlatsangiz, tepada kalendarda o'tgan yili avgustdan beri sotilmagan, 6 oydan beri sotilmagan va 2 oydan beri sotilmagan tovarlar ro'yxati deb kalendar belgilasangiz, nech pullik tovar va qaysi ro'yxatdagi tovarlar sotilmay turibdi, ro'yxatini chiqarib beradi. Va bu sizga nimani olib beradi? Audit qilgan paytingizda keyingi qadamlarga o'tishingizda analiz qilish uchun, to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun, o'sha pulni yechib olish uchun qaysi xodimlarga qanaqa tartibda zadaniya berishingiz kerakligini. Keyingi qadam bu kategoriyalash, ya'ni sizda tovarni o'sha filtr bo'yicha qo'yganingizda 15 kun yoki 1 oygacha sotilib ketadigan tovarlar, 1 oydan 2 oygacha 60 kun ichida sotiladigan tovarlar va 60 kundan uzoqdan beri turgan tovarlar ro'yxatini ajratib oldingiz. Biron qilayotganda ham misol uchun 10 kunlik zapasi bilan olasiz-ku, chunki sezon o'zgarishi bor. Endi o'sha joyda mana 15 kun 1 oy ichida sotilib ketadigan tovarlarga hech narsa qilmaysiz. O'zi shundoq ham hadovoy ketadi. Lekin 30 kundan 60 kungacha bo'ladiganlarga qanaqadir aksiyalar e'lon qilsangiz bo'ladi. Aytaylik, bayram kunlarida qanaqadir sovg'alar qo'shib berishingiz mumkin. Ya'ni pulni tezroq aylantirish maqsadida. Endi 60 kundan beri, umuman 60 kundan oshiq 2 oy, 6 oydan beri yoki o'tgan yil 1 yildan beri turganlar bor. Ularga keyingi qadam bu nexidovoy o'sha pulni muzlatib turgan tovarni hadovoy tovarlar bilan birgalikda sotish. Bu tibbiyotda kompleks terapiya degan narsa o'zi shundoq ham bor. Farmatsevtlar orasida ham, misol uchun, antibiotik olgan odam ichi ketib qolmasligi uchun probiotik qo'shib ichadi yoki zamburug' ko'payib ketmasligi uchun protivogripkoviy dori, masalan, ceftriakson yoki azithromycin va azimak oldi, ketidan futsis yoki o'shanga o'xshagan flukonazol ichadi yoki probiotik enterogerminal linex laktazin qo'shib ichadi. Bu kompleks terapiya deyiladi. Endi bu narsa sotuvda ham xuddi shu narsa ahamiyatga ega. Pulingizni muzlatib turgan nexidovoy dorini hadovoy bo'lgan dori bilan kompleks terapiya qilib qo'shib sotish. Nafaqat kompleks terapiya, undan tashqari misol uchun bez retsept oladigan vitaminlar yoki gigiyenik vositalar, bog'lov vositalar, misol uchun bandaj yaxshi sotilmayapti. O'sha bandaj agar oladigan bo'lsangiz, sizga masalan yoniga o'sha bint yoki yod bepulga qo'shib berishimiz mumkin yoki birgalikda olsangiz bitta joydan ishingiz bitadi deyishingiz mumkin. Pauza. Agar 60 kundan oshiqdan beri turgan tovarlar, misol uchun o'tgan yil avgustdan beri sotilgani yo'q yoki 8 oydan beri sotilgani yo'q, bunaqa tovarlarga alohida ro'yxat shakllantirasiz. Ya'ni farmatsevtlarga har hafta 10 kunda yangilab turadigan bir spiska berasiz. Bir 10 ta dorini yoki bir 20 ta dorini spiskasi. Bu dorilarda bosh harfi yonida 3000 so'm, 5000 so'm bonusi. Ya'ni tavsiya qilinishi kerak bo'lgan bemor kelyapti, misol uchun allergiyaga qarshi Allergy Express bering dedi. Lekin Allergy Express so'rasa Allergy Express beradi. Lekin allergiyaga qarshi nima bor deydigan bo'lsa, farmatsevt o'zidan tavsiya qiladi-ku. O'shanaqa paytda misol uchun Allergy Express aptekada yo'q bo'lsa, o'rniga Allervil, Elset yoki shunaqa narsalar berish mumkin. Keyingi qadam bu narxni optimizatsiya qilish. Bu odatda 3% dan 10% gacha natsinkani talab qiladi. Ya'ni barcha sohalarda 5000 10000 o'tib berish holati bor. Masalan, kelishtirib bering desa 10000 o'tib beradi yoki 15000 o'tib beradi. Endi qimmatroq narsa bo'lsa 100000 200000 o'tib beradi. Endi dorixonada ham agar siz farmatsevtlarga aynan shu narsaga dostуп bergan bo'lsangiz, 1000 so'm 2000 so'm pul yetmay qoldi, mayli o'tib beraver deb farmatsevtga ruxsat berib qo'ydingiz, farmatsevt bemalol 1000 so'm 2000 so'm o'tib beradi. Aynan shu narsa ham o'sha nexidovoy tovarni yurishiga sababchi bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan o'sha mijozlarni sizning aptekangizga ishonchi ortishiga yoki yana qaytib kelib ikkinchi marta xarid qilishiga bir sababchi bo'ladigan omillardan biri. Keyingi qadam bu, aytaylik, sizni pulingizni muzlatib turgan tovarlarni srok muddati yaqinlashib qolgan.
Endi buning uchun nima qilasiz? Birinchi o'rinda agar surok polka tashkil qilinmagan bo'lsa, bitta alohida polkani ajratasiz. U yerga barcha surogi 2 oy qolgan, 1 oy qolgan, 3 oy qolgan tovarlarni shu yerga bog'laysiz va xodimlarga siz KPI belgilaysiz-ku. Misol uchun stabilniy oylik bergansiz, stabilniy oylikdan tashqari qo'shimcha bonus bergansiz. Общий продажdan aytaylik, 1 milliard продажа qilsang 0,5% yoki 0,1% qo'shimcha olasan oyligidan tashqari. Stabilniy 5 million so'm yoki 2 million so'm stabilniy, qo'shimcha 1 milliardlik продажаdan 0,1% olasan. Qo'shimchasiga o'sha har bitta surokga yaqinlashib qolgan dorini aytaylik 3 oy qolgan suroklilarni yig'yapsiz. Mana hozir dekabr bo'lsa, dekabr, yanvar, fevral 3 oyda yig'dingiz va ularning ichidan dekabr oyi uchun 10% atkat ajratasiz farmatsevtga o'shani sotganing uchun. Chunki agar 3 oy ichida sotmasangiz, u musorga chiqib ketadi. Undan ko'ra shu ustiga 5 ming, 10 ming so'm berib farmatsevtga shuni tavsiya qilib sotgin desangiz, ya'ni retseptsiz tavsiya qilib sotiladigan dori bo'lsa, bemalol sotsa bo'ladi. Endi agar 2 oy qolgan bo'lsa 5%, 3 oy qolgan bo'lsa 2% qilib bemalol KPI bog'lab qo'ysangiz bo'ladi. Endi undan tashqari surok polka ajratdingiz, ularni o'sha har bitta doriga alohida KPI bonus belgiladingiz va undan tashqari endi konkurentlar bilan arzon optika botdan qaraysiz yoki 1069 dan so'raysiz, narxini optimallashtirib, boyagi aytganimdek 1 oydan keyin musorga tashlab yuborgandan ko'ra yarim narxida sotib 2 barobar pulni tezroq aylantirib olgan yaxshiroqda. Yana bitta yo'li, misol uchun bu narsa bizning shaxsiy qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi, chunki halol yo'l bilan pul topish uchun har kuni ertalab ishga chiqqan paytimizda niyatimizni to'g'rilab olamiz. Ya'ni, ey Allohim, bugungi ishimda o'zing halol qilib bergin, rizqimizni keng qilib, oson qilib bergin, bismillahirrohmanirrohim deb boshladingizda, endi shu joyda halollikdan tashqari bo'lgan ishlar qilmaysiz. Lekin shunaqa bir nojo'ya yo'llar orqali doktorga bonus berib, o'sha nehodavoy dorisini ketkazish uchun qilayotgan holatlar agar bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi va u narsadan qaytaramiz ko'pchilikni. O'sha qaytarish maqsadida aytyapman buni. Ya'ni ko'pchilik doktorga boradi, ta'sir mexanizmi shunaqa deydi, falonchi kasallikka ishlatiladi deydi, shuni qanaqadir bonus podarkalar bayramda eslab turaman deydi. Bu narsa qanchalik to'g'ri ekanligini endi shar'iy ulamolardan so'rab olgan yaxshi. Farmatsevt sifatida tavsiya qilmayman bunaqa yo'lni. Keyingi qadam o'sha aylanish koeffitsiyentini ham bitta ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu nima degani? Misol uchun 30 kunlik sotuv. Endi siz tovar oborotda har 15 kunlik bron qiladigan bo'lsangiz, 15 kunlik sotuvni ko'rasiz, qancha sotildi. Misol uchun Ibuclean Junior 15 kun ichida 300 ta sotilgan. Ombordagi qoldiqni, ya'ni 15 kunlik sotuv bo'lingan ombordagi qoldiq teng o'sha foizi chiqadi. O'sha agar 70% dan kam bo'ladigan bo'lsa, u dorini olishni kamaytirib qo'yish kerak. Ya'ni bu narsa o'sha nehodavoy oshib ketishiga yoki pulingizni muzlatishga yoki ostatkani kamayishiga olib kelishi mumkin-da. Shuning uchun o'sha 30 kunlik yoki 15 kunlik sotuvni ombordagi o'sha 15 kunlik qoldiqqa bo'lasiz. Umuman ostatka qancha? O'shanda foiz agar 70% dan kam chiqadigan bo'lsa, o'sha tovarni olishni kamaytirasiz. Endi keyingi qadam, agar pulingiz muzlatib turgan narsa aytaylik qaysidir BAT bilan birgalikda qo'shib sotsangiz bo'ladi. BAT bu biologik aktiv dobavka degani. Misol uchun mushak og'riqlari bo'lyapti. Aynan shu og'riqqa xos bo'lgan bitta dori so'rab keldi mijoz. Sizda Teraflex, Artra yoki mana Axinford gibi og'riq qoldiruvchi doringiz ketmay turibdi. Shunaqa paytda sizda omega 3 bilan birgalikda qo'shib kollagen bilan qo'shib sotsangiz bo'ladi. Masalan, o'sha Teraflexlar kollagenlar bilan bemalol tushadi. Yoki immunitetni oshiradigan qaysidir bitta doringiz anchadan beri 3 oydan beri sotilmay turibdi. Uni vitamin C, zink yoki D3 bilan birgalikda qo'shib sotsangiz bo'ladi. Chunki immunitet oshiruvchilar bilan bular birgalikda tushadi. Yoki qon suyultiruvchi qaysidir mana Atsikart, Kardemagninlarga o'xshagan dori, u ketmaydi, muzlatib turib pulingizni. Shunaqa paytda nima bilan sotasiz? O'sha kollagenni xuddi og'riq qoldiruvchi bilan qo'shib sotganingiz kabi omega 3 bilan qon suyultiruvchini birgalikda qo'shib sotsangiz bo'ladi. Keyingi qadam o'sha pulni muzlatib turgan nehodavoy tovarlardan pulni yechib olishning eng zo'r usullaridan biri faol sotuv kunini joriy qilish. Misol uchun har juma faol sotuv kuni deb belgilansa, o'sha juma kuni ishlaydigan hamma xodimlarga bir kun oldin aytiladi, mana buncha, misol uchun 60 millionlik tovarimiz bu oy pulni yechib olishimiz kerak, pulni muzlatib turibdi. Bular o'shandan bir 20 millionni surogga yaqin dorilar. Agar sotmasak 20 million surogga chiqib ketadi. Ularni kimga sotamiz? Qaysi kasalliklarga sotamiz? Masalan, oshqozon og'riqlari bo'yicha jig'ildon qaynash muammosi bor. Surogga yaqin Amez degan dori bor. Amez iching, o'sha jig'ildon qaynashi, oshqozondagi og'riqlar,
uni kimga sotish kerak? Aynan shunaqa shikoyatlar bilan kelgan odamga sotish kerak yoki temperaturasi bilan kelgan odamlarga nimani sotish kerak? Ibuklin sotish kerak. Shunaqa holatlar bilan keldi. Ya'ni qaysi nozologiya bo'yicha qaysi bemor aytgan shikoyatlarga mos tartibda berish kerak, qaysi gaplarni aytish kerak, qaysi gaplarni aytmaslik kerak yoki necha pullik tovarimiz o'sha muzlab turibdi, o'sha narsani yechib olish uchun biz qanday harakat qilishimiz kerak? Har bitta xodimga kerak bo'lsa o'sha har bitta tovarga qanday yondashish kerakligini bir ishlatilinadi va har juma kuni faol sotuv kuni deb belgilanadi. Yana bitta eng yaxshi usullardan biri o'sha pulingizni muzlatib turgan tovarni sizga tovar olib kelgan kontragentlarga, optimchilarga vazvarat qilish. Bu qanaqa bo'ladi? Umuman pul ko'rinishida vazvarat qilib qaytarib pulini olishingiz mumkin yoki o'rniga barter qilib hadavoy doriga, bad vitaminlarga almashtirishingiz mumkin. Buni endi o'sha firmachilar bilan yaxshi muomalada bo'lsangiz yoki ular bilan boshida o'sha narsaga kelishgan bo'lsangiz, do'g'ri qilgan bo'lsangiz bo'ladi. Endi yuridik jihatdan. Endi baribir optimchilar bilan baribir yaxshi muomalada bo'lsangiz, munosabatlaringiz anchadan beri ishlab kelayotgan bo'lsangiz, oborotingiz yaxshi bo'lsa, baribir qilib berishadi ular ham. Shunaqa yaxshi klient yo'qotib qo'yishni xohlashmaydi. Keyingi qadamlardan biri bu merchandising. Misol uchun o'sha kassa yoniga qaysi tovarlarni olib kelib qo'yish kerak yoki polkalar. Misol uchun ba'zi bir aptekalarga kirsangiz, ayniqsa City aptekalarda bo'ladi. Misol uchun Sanofi'ning polkasi bor, GMP'ning polkasi bor, Dr. Redis'ning polkasi bor. Har bitta firmaning o'zining polkalari bor-da. Mana Instilan polkalari bor. Xuddi shunday siz ham o'zingizni nehodovoy bo'lgan va retseptsiz bo'lgan, tavsiya bilan sotsa bo'ladigan tovarlarni ko'rinadigan joyga, masalan, eshikdan kirgan paytda glazourovniya deydi, ya'ni 1,5 metrdan shu 80 santimetrdan 1,5 metrgacha bo'lgan, odamni ko'zi bilan mos bo'ladigan urovnda joylashtirish yoki kassa atroflariga joylashtirish, o'sha yerda turgan odamlar ham bemalol kuzata oladi. Shunaqa holatlarda sotilish ehtimoli yana ham yuqori bo'ladi. Va oxirgisi va eng asosiy qismi mana shu hisoblanadi, chunki xodimlarni trening qilish. Bu nima degani? Sizda asosiy tovaringiz umumiy aylanmasi kim sotadi? Farmatsevt sotadi. Demak, farmatsevt bilan yaxshi yondashish kerak. Ularni trening qilish kerak. Sotuv bo'yicha trening qilish kerak. Nima uchun? Misol uchun, o'sha tovar to'g'ri odamga taklif qilinmagan bo'lishi mumkin. Noto'g'ri nozologiya bo'yicha yoki o'sha to'g'ri odamga noto'g'ri taklif qilingan bo'lishi mumkin. Ya'ni to'g'ri odamga taklif qilinmagan, to'g'ri taklif usullari bo'yicha berilmagan yoki u dori to'g'ri joyda turmagan. Misol uchun isitma dorilar polkasida emas, og'riq qoldiruvchi umuman boshqa polkaga joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sotuv paytida uni farmatsevt qidirishga erinadi yoki topa olmaydi, shu bilan qolib ketadi, sotilmasdan qolib ketadi. Yoki boshidagi tavsiya bilan sotiladigan dorilar polkani oldida ko'zga ko'rinadigani sotilib ketaveradi, orqadagisi qolib ketaveradi. Va bundan tashqari endi xodimni sotuv bo'yicha trening qilish qanaqa tartibda bo'ladi? Ba'zida xodimlarga skript tuzib berasiz. Misol uchun skriptlar qanaqa tartibda bo'ladi? Hurmat plus maslahat. Aytadi, menga Rossiyanikidan bering. Mana bu bo'lmaydi, bundan bering deb klient kelib aytdi. Bunaqa paytda farmatsevt birinchi hurmat plus maslahat dedik-ku. Ya'ni to'g'ri, sizni qaroringizni hurmat qilaman, lekin doktorlar mana bunaqa deyishgan. Yoki farmatsevtlar o'sha sizga ko'pchilik aholi mana bu dorini olib ketishadi. Nima? Chunki buni ta'siri mexanizmi yaxshi yoki yaxshi ishlab beradi, rezultatlari zo'r yoki to'g'ri tanlov qildingiz, siz aynan siz aytgan shikoyatlar bo'yicha mana shu dori to'g'ri tushadi. Mana shunaqa so'zlar bilan yondashilsa, ularni ubedit qilish, ya'ni rozi qilish yoki haqiqatan yolg'on aralashtirmasdan aynan o'sha nozologiya bo'yicha to'g'ri shikoyatga to'g'ri taklif berish orqali ham o'sha nehodovoy dorilarni bemalol tavsiya bilan sotib olsa bo'ladi. Buning uchun esa xodimlarni ham sotuv bo'yicha, ham dorilarning ta'sir mexanizmi bo'yicha, ham o'sha kompleks terapiya qilib sotishlar va bundan tashqari qanday qilib tavsiya qilganda ko'p bola turgan, aytaylik, bitta polkada 5 ta turgan dori bor, 2 ta turgan dori bor, 20 ta turgan dori bor. O'sha stok turgan holatda qaysi ko'p bo'lsa o'shani sotadi-da yoki qaysi biri anchadan beri turib qolganini emas, har kuni sotiladigan dorini farmatsevt oson sotadi-da. Chunki hech qanday savol ham bermaydi. Bering dedi, nechi pul? 49 ming. Bering, mana deb pulini to'lab ketadi. Demak, bunaqa oson sotiladigan narsalarni farmatsevtlarda ham oson sotadi. Demak, o'sha qiyin sotiladigan dorilarni qanday qilib sotish kerakligi bo'yicha ham farmatsevtlarga trening tashkil qilish kerak bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Buning uchun bizda Kumush Farm degan aptekamizning o'zini naqasi bor, profili bor, Instagramda bemalol kuzatib borsanglar bo'ladi. Undan tashqari o'zimning shaxsiy Abdunazar Shoriyevich degan blogim bor.
unda shaxsiy samaradorlik va sotuv, marketing, biznesga oid bo'lgan, qadriyatlarga oid bo'lgan videolar joylab boraman va Farm Blogger degan Instagram profilim ham bor. Unda esa asosan dorilar, kasalliklar, umuman farmatsevtikaga oid bo'lgan temalarda, aptekani rivojlantirishga oid bo'lgan temalarda videolar joylab boraman. Bemalol kuzatib borsangiz bo'ladi. Yana bitta yaxshi qadamlardan biri bu tovarni boshqa filialga perekitka qilish. Misol uchun sizda 4 ta filialingiz bor yoki bir 15 ta filialingiz bordir. Endi sizni tovaringiz muzlab qolgan narsani filiali ko'plarning bitta yutug'i o'sha 2 oydan beri turib qoldimi, ikkinchi filialga o'tkaziladi. Ya'ni kuzatsa bo'ladi ularda. O'sha har bitta filialda yaxshi ketyaptimi, o'sha yoqqa yo'naltirish. Ya'ni har bitta filialda заведующийsiga zadaniya beriladi, zapros tashlanadi yoki farmatsevtlarga belgilaylar, shu ichidan nechtadan olasizlar yoki avtomatik tarzda bir xil qilib hammaga bo'linadi. Keyin agar qaysi rayonda, misol uchun Ibuclean Baby degan dorimiz Sergelida yaxshi ketyapti, Chilonzorda yaxshi ketmayapti. Demak, biz Chilonzordan olib Sergeliga o'tkazishimiz kerak ekan degan narsani bemalol filiallar bo'yicha ko'rib chiqsa, bu yaxshi bo'ladi.